Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Navbatdagi oilamizga hozir xushxabarni ulashamiz. Bu oilamizga turmush qurganiga 3 yil bo'ldi. Erkaklik faktori tufayli eko jarayoniga olingan va 5 ta a'lo sifatli embrion olishga musharraf bo'ldik. O'tgan oyda 2 ta a'lo sifatli embrion bachadonning ichiga qo'yildi va birinchi urinishdayoq pozitiv natijaga erishdik. Hozir birgalikda telefon qilamiz. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Sog'ligingiz yaxshimi? Tuzimisiz? Yaxshi. Hagacha analizingiz natijasi chiqdi. O'shani aytgan telefon qilyaptik. Qanaqa xabar kutyapsiz endi? Tabriklaymiz. Siz homiladorsiz. Hagacha analizingiz juda ham yaxshi chiqdi. Xursandchilik ko'z yoshlari. Har bir oilani o'zini tarixi bor va bular bosib o'tgan yo'l ham rosa uzoq bo'ldi, lekin Xudoga shukr, pozitivniy natijaga erishdik. Butun jamoamiz nomidan, ustozimiz Jahongir Chakiji nomidan tabriklaymiz. Bergani chin bo'lsin. Xo'p, mayli. Bu hagacha analizi homiladorlik borligini tasdiqlaydi. 2 kundan keyin yana topshirib berasiz. Unisi homilani qay tartibda rivojlanyapti bilishingiz mumkin bo'ladi.